Bugun sizlar bilan bolalarda ko'p uchrab turgan muhim holat talvasa haqida gaplashib o'tamiz. Bolalarda talvasa bu qanday paydo bo'ladi? Talvasa bolalarda sabablariga ko'ra tana haroratining yuqori ko'tarilishi, ichini ketishi, ko'p marta qayt qilish bilan yuzaga keladi. Ba'zi bolalarda tana harorati hipertermik holatgacha ko'tarilishigacha yuzaga keladi. Talvasada bolada muskullarini tonik-klonik qisqarishlari yuzaga kelib, qo'l oyoqlarida beixtiyoriy harakati, yuzini bitta tochkaga qarab qotishi hamda og'izdan ko'piksimon ajralmalar kelishi kuzatiladi. Hamda bolaning tana harorati ba'zi bir bolalarda qo'l oyoqlari muzdek ter chiqadi, tana haroratini yuqori ko'rsatkichlargacha ko'tarilishi kuzatilishi mumkin. Ushbu holatda biz qanday yo'l tutishimiz kerak? Birinchi navbatda shifokorga murojaat qilishimiz kerak. Tez tibbiy yordam xodimlari kelgunga qadar bolani qisib turgan kiyimlari yechiladi, yengillatiladi, tana harorati o'lchanadi. Tana harorati yuqori bo'lgan holatda issiq tushiruvchi preparatlardan foydalaniladi hamda bolani yonboshlatib yotkizilib, bolaga nafas o'tkazuvchanligi tiklanadi. Og'iz bo'shlig'i, ortiqcha suvlik, ko'piklardan tozalangandan so'ng shishga qarshi preparatlardan foydalanamiz hamda tez tibbiy yordam xodimlariga bemorni topshiramiz. Ushbu video agar manfaatli bo'lsa, yaqinlaringizga yuborib qo'ying.